Navbatdagi savolimizni ko'rsak. Bizga shunday deganki, a taqsim a ning kvadrati plyusdan 3a plyusdan 1 7 bo'lsa degan, a ning kvadrati a ning 4-si plyus 3a kvadrat taqsim plyus 1 ning qiymatini so'ragan bizga. Xo'sh, birinchi navbatda biz birinchisining suratini yozib olib, bu bilan mana bu a ning kvadrati bilan plyus 1 ni biz formulaga qo'ysak, a plyus 1 ning kvadrati va bularning ikkilanganini ayirib shu narsani beradi. Plyusdan yana pastga bizga 3a bor ekan. Teng mana 7. Xo'sh, a taqsim bu pastdagimiz a plyus 1 ning kvadrati, bu esa pastdagimiz a ni beradi. Teng 7. Bunga makhraj berayotgan bo'lsak, a teng 7 ko'paytirilgan a plyus 1 ning kvadrati plyusdan a. 7 ga qolib ketdi, 7a bo'ladi. Xo'sh, shu yerdan biz a plyus 1 ning kvadratini topib olsak, bu 7a yo'q bo'lsa minus 7a bo'lsa minus 6a berar ekan. Minus 6a taqsim 7 bo'lar ekan. Xo'sh, mana bizga a plyus 1 ning kvadrati kelib chiqdi. Endi ikkinchi ifodamizni maydalasak, tepasini yozib olamizda, makhrajini mana bu a ning 4-si bilan 1 ni holatimizga yozib olsak, a ning kvadrati plyusdan 1 ning kvadrati va bularning ikkilanganini ayirib tashlaymiz. Plyusdan 3a ning kvadrati teng a ning kvadrati taqsim bizga bu holatimiz ham a ning kvadrati plyusdan 1 holatimiz ham a plyus 1 ning kvadrati va minusdan 2 ni beradi. Mana bizga umumiy buni kvadrati. Plyusdan bu ikkalasi endi bu ikkalasi bizga a ning kvadratini beradi. Teng suratimizga a ning kvadrati pastga mana bu a plyus 1 ning kvadrati o'rniga birinchi ifodamizdan chiqqan ifodaning qiymatini qo'yib olsak, minusdan 6a taqsim 7 minusdan 2a ning kvadrati plyusdan a ning kvadrati. Teng bu bizga a ning kvadrati. Bunga 7 dan makhraj bersak, 7 kere 14, bu 20 beradi. Minus 20. Minus 20 kvadrat bizga 400 ga teng. Keyin a ning kvadrati, keyin pastga 7 ning kvadrati 49. Plyusdan a ning kvadrati. Teng. Endi bu yerdan a kvadratlar qisqarib ketar ekan. Makhraj tekislasak, bunga 49 dan makhraj bersak, bu yerdan 49 suratga chiqib ketsa, 49 taqsim 400 ga 49 ni qo'shsak, 449 bo'lar ekan. Mana bizga 18-savolimizning javobi kelib chiqdi.